Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun siz bilan juda nozik, iliq va samimiy mavzu haqida suhbatlashamiz. Ko'pchiligimiz kitobni ochib, avval uni o'qiymiz deb o'ylaymiz. Lekin ayrimlar kitobni ochib, avval hidlab ko'radi. Nega? Chunki kitob bu shunchaki qog'oz va siyoh emas. Unda faqat xotira va qalb nafasi yashiringan. Keling, bugun birgalikda kitobning hidi deb nomlangan shu go'zal tuyg'ular olamiga safar qilamiz. Siz hech e'tibor berganmisiz? Kitoblarning hidi ham turlicha bo'ladi. Yangi kitobni ochganingizda siz bosma siyoh va yangi qog'ozning hidini his qilarsiz. Go'yo bu kelajakning nafasidek. Eski kitobda esa chang, vaqt va xotiraning hidi bor. Go'yo o'tmishning siri pichirlayotgandek. Olimlar aytadi, kitobning hidi qog'ozdagi kimyoviy moddalar va vaqt o'tishi bilan parchalanib, havoga qo'shilishi natijasida paydo bo'lar ekan. Lekin aslida biz sezayotgan hid bu shunchaki moddalar emas. Bu kitobning ruhi. Har bir sahifa o'z xotirasini hidi bilan bizga yetkazmoqda. Shuning uchun odamlar ba'zan kitobni ochib, avval hidlab ko'radi. Chunki biz o'qishni nafaqat ko'zimiz bilan, balki qalbimiz bilan ham boshlaymiz. Shunday qilib, aziz tinglovchilar, kitobning hidi bu faqat qog'oz va siyohning ifori emas. U o'tmish bilan kelajakni bog'laydigan noyob ko'prik. Har bir kitob o'z hayoti, o'z xotirasi va o'z siriga ega. Biz esa uni ochar ekanmiz, nafaqat o'qiymiz, balki his qilamiz. Chunki kitob yurak bilan o'qiladigan eng go'zal sayohatdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Axborot resurs markazi xodimi Yusupova Kimyoxon bo'ldi.